Hammaga salom. Sizlar bilan navbatdagi video darsimizda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Sizlar bilan demak bugun so'rov 2 turk tilidagi so'roq qo'shimcha shakli haqida gaplashamiz ekan. Demakki hammaga ma'lumki, biror bir fikrni, ya'ni mavjud fikrni tasdiqlash yoki bekor qilish uchun unga so'roq yuklamasi orqali, asosan so'roq yuklamasi orqali demak savol beriladi. Demak, turk tilidagi so'rov 2 qanday va qay tartibda yasalar ekan va asosga qo'shilar ekan? Bu haqida sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Demakki, e, so'roq qo'shimchamiz 4 xil ko'rinishga ega ekan. Turk tilida 4 xil ko'rinishga ega bo'lib va asosga qo'shilmaydi, ammo unlilar uyg'unligiga moslashadi ekan. Demak, ya'niki eng oxirgi bo'g'indagi unliga demak qarashimiz yodingizda. Eng oxirgi bo'g'indagi unlimiz A va I unlilari bilan yakunlanadigan bo'lsa, demak unga so'roq qo'shimchasi M holatida. Agarda eng oxirgi bo'g'indagi unlimiz E va I unlilari bilan yakunlangan bo'lsa, demak unga so'roq qo'shimchamiz mi holatida. Agarda eng oxirgi bo'g'indagi unlimiz O va U bilan tugallangan bo'lsa, unga so'roq qo'shimchamiz mu holatda. Agarda eng oxirgi bo'g'indagi unlimiz E va U bilan tugagan bo'lsa, demak mu holatida so'roq qo'shimchamiz qo'shilar ekan. Demak, misollarga o'tamiz. Masalan, sizga savol berilmoqda, bu telefon mi, ya'ni bu telefonmi deyilmoqda. O'zbek tilida oladigan bo'lsak, bu telefonmi? Demak, biz so'roq qo'shimchani tanlayotganda uning eng oxirgi bo'g'indagi unlisiga qarashimiz kerak. Demak, oxirgi bo'g'inda O unlisi mavjud. Biz O unlisi va qoidaga binoan mu so'roq qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, asosga qo'shilmaydi so'roq qo'shimchamiz. Bu telefonmi? Agarda fikrni tasdiqlash niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'zbek tilida ha deb javob beradi. Bu telefonmi? Ha, bu telefon. Demakki, turk tilida fikrni tasdiqlash uchun biz o'sha ha deyishimiz uchun esa bizga evet so'zi kerak bo'lar ekan. Evet, bu telefon. Evet, bu telefon. Aha. Sizga savol berilmoqda, bu ko'zoynakmi? Ya'ni bu ko'zoynakmi? Bu gözlükmü? Bu gözlük. Albatta oxirgi bo'g'in unlisiga qaraymiz. I unlisi mavjud va biz qoidaga binoan mu so'roq qo'shimchasini olishimiz kerak. Mu so'roq qo'shimchamiz, demak, bu gözlükmü? Ya'ni bu ko'zoynakmi? Agarda so'ralayotgan fikrni, demak, siz inkor qilmoqchi bo'lsangiz, endi hayır so'zini ishlatishingiz kerak bo'lar ekan. Hayır, bu demak gözlük değil. Hayır, bu gözlük değil. Yani evet tarcimasi nima bo'ldi? Evet, ya'ni kim? Ha deb javob berish, ya'ni fikrni tasdiqlash. Endi bizda hayır bor. Hayır demak yo'q deb fikrni inkor qilish ekan. Bizda ishlatildi, değil so'zi ishlatildi. Değil, ko'rganingizdek, değil so'zimiz esa bizda o'zbek tiliga ya'ni kim? Emas deb tarjima qilinar ekan. Yana birgalikda o'qiymiz. Bu telefonmi? Bu telefonmi? Evet, bu telefon. Ha, bu telefon. Bu gözlükmü? Bu ko'zoynakmi? Hayır, bu gözlük değil. Yo'q, bu ko'zoynak emas. Demak, so'roq qo'shimchani tuzishni o'rgandingiz. Endi biror bir narsa, buyum, predmetning mavjud yoki mavjud emasligiga savol bermoqchi bo'lsak, biz albatta var yo'q so'zidan foydalanamiz. Ya'ni kim? Varmi? Ya'ni bormi? Yo'qmi? Yo'qmi? Biror narsa, buyum bor yoki yo'qligiga savol bermoqchi bo'lsak, varmi? Yo'qmi? Ya'ni bormi, yo'qmi? Savolni berishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, misol uchun aytaylik, sumkangda kitob bormi? Masalan, chantanda kitob bormi? Sumkangda kitob bormi? Agarda bor bo'ladigan bo'lsa, ya'ni fikrni tasdiqlashimiz uchun boya yuqorida aytib o'tganimizdek, evet so'zini ishlatamiz. Evet. Evet. Evet, chantamda kitob bor. Qisqaroq aytmoqchi bo'lsak, evet bor. Evet bor. Agarda mavjud fikrni inkor qilmoqchi bo'lsak, nima deyishimiz kerak edi? Hayır.
Hayır. Hayır, çantamda kitob yo'q. Qisqaroq qilmoqchi bo'lsak, hayır, yo'q deb javob berishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'niki hayır ham yo'q ham yo'q deb tarjima qilinmoqda bu yerda. Hayır bu so'roq qo'shimchali so'roq gaplardagi fikrni inkor qilish uchun, yo'q esa narsa buyumning yo'qligini bildirish uchun ishlatilmoqda. Demak, yo'q bu kitobning yo'qligini bildirish uchun ishlatilmoqda ekan. So'roq qo'shimchasi orqali gaplar tuzish yoki savollar berish tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Sizlar bilan kelgusi video darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.